90% dan ortiq odamlar mana shu rasmlarda inson qiyofasini ko'ra oladi. Agar siz ham randomni biror nimaga qaraganda inson yuzini ko'ra olsangiz, masalan, mana bu aboyda. Bu narsa normal holat va u pareidolia deb ataladi. Va bu miyasi sog'lom ishlaydigan har bitta odamda uchraydi. Hozir buni sizlarga sodda qilib tushuntirib beraman. Miyamiz juda tez ishlaydi. U inson qiyofasini aniqlab olish eng muhim deb hisoblagani uchun ham oddiy kichkina o'xshash obyektlarni ham birdaniga yuz deb qabul qiladi. Bu narsa avvalo evolyutsiya bilan bog'liq, chunki inson qadimdan o'zi tirik qolish uchun avvaldan kelayotgan hayvon yoki odamni tanib olishi muhim bo'lgan. Va miyamiz shu aniq bilmasam ham shu odamga o'xshayapman degan signal beradi. Pareidolianing ikkita turi bor: vizual va audio. Vizuali hamma odamda uchraydi. Bulutda qanaqadir qo'zichoni shaklini ko'rish yoki mana shu obyektlarda odamning qiyofasini ko'rish, masalan, ikkita ko'zi, og'zi. Audio pareidolia o'z nomi bilan bilinib turibdi, bu audio bilan bog'liq. Masalan, qo'shiqni reverse, ya'ni teskari qilingan versiyasini eshitganingizda sizga quloqingizga so'zlar eshitilgandek tuyulishi yokida yomg'ir ovozida qanaqadir ism eshitgandek bo'lish. Bunisi kamroq uchraydi, hammada ham bo'lavermaydi. Xo'sh, endi savol: bu kasallikmi? Yo'q, bu kasallik emas, bu hammada uchraydigan oddiy normal holat va kreativ, tasavvuri boy odamlarda ko'proq uchrab turadi. Shunaqa qiziq faktlar uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.